telefon qo'ng'iroqlari orqali palonchini tiq buni tiq qil degan narsa bo'lishi kerak emas. Masalan, mana Samarqandda hozir bo'layapti. Bir tadbirkorda ham mana shu kredit bilan bog'liq muammolar bo'lgan, jinoyat ishi ochib qamalgan. Hozir mana sudi ketyapti. Tashqaridan bu jarayonni kuzatib turgan investorlarda, to'xta, bu O'zbekistonda sudlari ham, bu huquq muhofaza qilish idoralari ham qonunga, xalqaro hujjatga qaramas ekan. Bu qaysi rahbarlari kayfiyatiga qarab, zakazga qarab ishlar ekan. Bu yerga investitsiya tiksang, ertaga yoqmay qolsang, seni ham gumbillatib yuborishi mumkin ekan degan shunaqa noto'g'ri fikr olib kelyapti. Shu kreditni shartlarida nimadir bajara olmay qolsa, kredit olgan odam. Tars jinoyat ishi ochilyapti 167, 168 bo'ldi. Talon-taroj qildi, mashinistvolik qildi, qama. Baraka topkur. O'rtada kredit shartnoma bor-ku. Nega sen buni qamayapsan? Prokuratura yoki ichki ishlar nega ichki aralashyapsan desa, bu deydi bankni